Assalomu alaykum barchaga. Xudo xohlasa Optim markazida inshaalloh ishlarimiz davom etmoqda. Optim markazining barcha mahsulotlarini O'zbekiston qatidan bo'lishingizni qat'iy nazar manzilingizgacha bepul yetkazib beramiz. Bizda taxta skameykalarimiz bor. Uzunligi 2 metr, narxi 2.300.000 so'm. Gulli gulsizda ham aynan Optim markaz mijozlari uchun bir xil qilib beramiz. Grontofga laklargacha sepilgan, bemalol pastda ko'rsatilgan nomerga buyurtma berishingiz mumkin. Musofirchilikda bo'lsangiz, pastda ko'rsatilgan nomerda Telegram bor. Telegramdan yozishingiz ham mumkin. Barcha mahsulotlarimiz narx bilan tashib beramiz. Bizda stol stullarimiz bor. Lola fason, kreslo fason, kromka, shtabki narxi bir xil. Eng glavnisi lola fasonlarimizni ham ko'rib turibsizlar, bukilgan joylarini zavodskiy apparatda sindirmasdan bukamiz. Ya'ni orqaga suyanganingizda qiyshayib ketmaydi. Bemalol 400 kg, 500 kg yukni ham ko'rdim demay ko'taraveradi. Hammasini bitta tillar emas, mana serini ham xuddi shunday bukilgan joylar zavodskiy apparatda bukilgan. Narxlari 850.000 so'mdan boshlanadi. Bitta komplet olsangiz ham O'zbekistonning qatidan bo'lishingizdan qat'iy nazar manzilingizgacha bepul, ya'ni tekin yetkazib beramiz. Xudo xohlasa. To'lovlarni ham shu borgandan keyin, qabul qilganingizdan keyin bemalol klik qilaverasiz. Xudo xolasa buyurtma beraverasizlar. Lolani ham kresloni narxi bir xil qilib beramiz. Bizda keyin ratallarimiz ham bor, har xil ranglaridan. Oynalari kalyonli bo'ladi. Rezinalari ham o'ta qalin. Eng glavnisi ertaga issiqda rezina erib, sassib chiqarmaydi. 100% garantiya beramiz. Narxi 2.400.000 so'mdan boshlanadi. Rangiga qarab narx o'zgarmaydi. Aynan Optim markazi mijozlari uchun gulli ham gulsiz ham narxini bir xil qilib beraveramiz. Ranglarining farqi yo'q. Stullar o'tiradigan joyini ko'rib turibsizlar. Kreslargacha qo'yilgan va temirlarga ham polni kraska sepganmiz. Bu kres o'tirganingiz ertaga rezina ezilib qolmaydi. Ana shu kres yukni ko'taradi. Bemalol 500-600 kg ham ko'rdim demay ko'taradi. Bemalol pastda ko'rsatilgan nomerga telefon qilib buyurtma berishingiz mumkin. Musofirchilikda bo'lsangiz ham pastda ko'rsatilgan nomerda Telegram bor. Telegramda yozib yuborsanglar, barcha mahsulotlarimizni narxi bilan tashib beramiz. Ma'qul yetkazib bering desangiz, manzilingizgacha yetkazib beramiz. Kraskasini ham to'liq qilib sepilgan. Ertaga karcher bilan yuvganingizda ham zangi chiqib ketmaydi. 100% kafolat beramiz. Xohlaganingizdan, xohlagan rangingizdan O'zbekistonning qatidan bo'lishingizni qat'iy nazar yetkazib beramiz. Ko'rib turibsizlar, oynasini ham kalyonli oyna bo'lgan, chetlari o'ldirilgan, vakuumlargacha bor. 4 talik, 6, 8, 10, 12 istalganingizdan O'zbekistonning qatidan bo'lishingizdan qat'iy nazar manzilingizgacha bepul tekin yetkazib beramiz. Xudo xohlasa. Ijtimoiy tarmoqlarga ham Optim markazda yozsanglar, biz ham barcha profillarimiz kelib chiqadi. Bemalol buyurtma beramiz. Konteyner temirlardan ham har xil mahsulotlarimiz bor. O'choqlar narxi 150.000 so'mdan boshlanadi. Lotka qayiq desizlar, qayiqlar ham bor. Narxi 1.5 million so'mdan boshlanadi. Bu mahsulotlarimizni ham manzilingizgacha bepul, ya'ni tekin yetkazib beramiz. Bemalol suzishi o'ta qulay darajada. Arabalarda ham bitta balon, ikkita balon, katta balon, kichkina balon, molga, qo'yga oxir, teri tidish, karita barcha mahsulotlarimizni manzilingizgacha yetkazib beramiz. Bunaqa qulaylik faqatgina Optim markazida. Optim markazini viloyat va shaharlarda ham filiallari juda ko'p. Bemalol kelishingiz mumkin yoki pastdagi nomerga telefon qilaverasiz. Optim markazining filialimizni ochiq ayta olamiz, chunki mijozlar rozi qilib kelyapti. Bu manzilimiz Jizzax viloyati, Jizzax shahar. O'sha vohaga o'tadigan katta trassa tarafdan kelganingizda ko'rib turibsizlar, trassa o'ng tarafda katta qilib Optim markaz yozib qo'yilgan. Bemalol tashrif buyurishingiz mumkin yoki pastda ko'rsatilgan nomerga telefon qilib buyurtma ham beraverasiz. Manzilingizgacha bepul tekin yetkazib beramiz. Bunaqa qulaylik faqatgina Optim markazda. Chap tarafdan, shahar tarafdan kelganingizda chap tarafda Optim markazda xuddi mana shunday istoriya ko'rinib turadi.